Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar Minecraft, Minecraftning so'rovnolarini tekshirib ko'ramiz. Hozir esa qani ketdik. Let's go. Xo'sh, birinchi marta kreativ qilib olamiz, so'ng kiryapti. Xo'sh. Nastroygan tuzatvoy keyin hozir menga. Xo'sh, birinchi navbatda do'stlar hamma nastroylarni ko'rib olamiz. Qani ketdi. U boshqa joylarga o'tib olaylik. Mana buni e'tiborga. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda nastroykaning birinchisi qaysi edi? O'yinni o'zini ko'rsatgan tugma boshqa narsani so'zlaymiz. Qani ketdik. Xo'sh, men bilan qo'yilyapti. Qani ko'ramiz do'stlar. Xo'sh, birinchi navbatda men bu narsasi, mana bunisi narsa mob bilan ko'paytirish. Bunda oddiy, normal. Bunda esa, bunda esa hard turadi. Men bu esa volume. Bunda esa men tezlashib ketmaydi, men ovoz chiqishi kuchayadi. Shuning uchun men me'yorida qo'yman. Men bu esa mana siz qandayligingiz ko'rsatadi. Multiplayer games. Agar siz do'stingiz o'ynasangiz shuni bosasiz. Shunday narsalar chiqadi. Siz ularni bosishingizni istab qolaman. Yaxshiroq. Chunki bunisi o'yinning natijasini tezlashtirib beradi. Men buni tezlashtirib beradi, shuning uchun. Hozir esa men 0 ga qo'yib bosib yuborsam, mana juda ham tezlashib ketdi. Agar hozir o'z me'yoriga qaytarsam, o'zim o'ynaydiganda, mana do'stlar o'ziga qaytdi. Xo'sh, keyingisi esa men buni mana bular esa men bu. Siz yuqoriga qaratmoqchi bo'lsangiz pastga tushadi, pastga qaratmoqchi bo'lsangiz yuqoriga tushadi. Mana o'ng va chap tomonlar ishlaydi. Xo'sh, keyingisi buni tuzatib keyingisi lefty narsangiz almashib qoladi. Yuguradiganingiz mana bu yoqda, sakraydiganingiz esa mana bu yoqda bo'lib qoladi. Buni ham tuzatib boshqacha bo'lib qoldi. Xo'sh, keyingisi mana sleep control. Bu sizning oldingizda turgan mana bu X-chaning narsasi. Agar siz uni olsangiz, u sizga oddiy telefonniki bilan bir xil. Agarda siz uni qo'ysangiz, kompyuterga o'xshaydi. Bunisi jump and. Bunisini hozir ko'rsataman. Bunisi o'tiradigan bo'lib qoladi, bunisi esa sakraydigan bo'lib qoladi. Xo'sh, do'stlar, keyingi navbat. Keyingisi button sizi. Bu sizning o'ynaydigan mana bu knopkalaringizga ta'sir qiladi. Buni kuchaytirsangiz yoki kattaytirsangiz. Men maksimal darajada kattaytirganman. Shunisi yaxshiroq. Degan tasavvur. Yana qilib qo'ysangiz mumkin. Mana ko'p sizi overs bularni bossangiz boshqacha bo'lib qoladi va har qanday narsa qilish mumkin. Mana do'stlar, hozir sizlarga ham o'rgataman. Mana hozir down pause. Mana bularni ham bosib beraman do'stlar. Reset, okay. Mana hozir sizlarga bosib beryapman. Mana buni yaxshilab bilib qoling. Bo'ldi, save. Bo'ldi endi do'stlar, mana qo'lingiz g'alati. Agar mana shunday bunday narsa ushlaqqandan qo'lingiz boshqacha bo'lib turadi. Keyingi nastroyga develop vibratsiya. Vibratsiyani qo'zg'atmaydigan qilish kerak edi. Hozir do'stlar, bu narsa qo'lingizni qo'zg'attirmay turadi. Bu narsani yoqib qo'ysangiz ozgina qo'zg'aladi baribir. Shuning uchun buni yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi esa mana bu Brightness degani. Do'stlar, buni yordamida esa xohlagan joyingiz qorong'u yoki yorug'lik qilib qo'yishingiz mumkin. Bunda esa
qoladi. Men bu yoqqa olib borsangiz ko'rinadi, chunki men bunda qilib qo'ysam bo'ladi. Bunisi esa bu spoiler. Bunisi kattaytiradi va kuchaytiradi. Bunisi ham yaxshi-da, lekin qo'lingiz yetmay qolishi mumkin. Bunisi esa mana bundoq kattalashtirib, kuchaytiradigan. Bular eng asosiysi shular. Men bular esa eng qiziqi. Xo'sh do'stlar, hozir. Do'stlar, ana men buni tushirdim. Ozgina boshqacha bo'lib qoldi, sezgan bo'lsangiz. Yuqori qarasangiz ramda, yuqori pastga shunda esa keyingisi esa do'stlar, keyingisi esa mana bunday. Bu bulutlarni yo'q qilib qo'yadi, ya tarqab ketganday bo'lib ko'rsatadi sizga. Bunisi ham yaxshiroq, ammo boshqa bulutlar yaxshiroq menimcha. Ha. Qani, tuzib qo'yaylik. Bunisi ham shunday, lekin bunisi boshqachasi. Umuman qotirib qo'yadi. Mana shu narsangizni va yursangiz ham bo'ladi. Va bursangiz ishlaydi. Faqatgina shunisi ishlaydi. Xo'sh, bunisi Hidegui. Bunisi narsangizni yo'qotadi, ammo siz yura olasiz va ucha olasiz, lekin ko'ra olmaysiz. Lekin siz yurgan vaqtingizda bularni bosa olasiz. Aylantirib, agar qayerda turishini bilib olsangiz. Xo'sh, buni ham o'z joyiga qaytarib qo'yamiz do'stlar. Xo'sh. Sizlar bilan do'stlar vaqtimiz cho'g'ibdi va sizga Minecraftning hamma nastroykalarini o'rgatdim. Yana bunga agar 10 ta prosmotr yig'salaringiz, men sizga sitani ko'rsataman. O'sha sita orqali sizga yashin qishloqlarni ham ko'rsataman Minecraft bo'yicha. Va hammaga xayr.